Juda ko'p akfachi ustalarimiz kechagi qo'ygan videomizga, shu funksiyal teshik bo'yicha qilgan videomizga negativ bu komment yozishibdi. Bu pastida bo'lsa qanotda bormi teshik deb, o'rtada bormi deb. Mana o'rtada va tepadagi profilda hamda stvorkada mana stvorkani ichida mana tagi qismida tag qismida ikkita va ustki qismida ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Ustki qismida ham bor shunaqa teshik mana ichida bor. Do'stlar, bu funksiyal teshik haqiqatdan ham sizlar aytgandek suv chiqib ketish vazifasini bajaradi, lekin bu bir faqat suv uchun emas. Bu plastik qiziganda o'zidan o'sha ichidagi gaz havolar orqali chiqib ketadi do'stlar. Ko'rilaymi? Mana bunisida ham bor shu narsa. Biz fabrika rom ishlab chiqaradiganlar hammasida xuddi shu narsa qo'yiladi. Iloji yo'q bu narsani qo'ymasa. Videoni ko'rib yana javob yozinglar do'stlar.